Oralarini qaranglar o'rtoqlar. Hozir men sizlarga pisochni testamizni ko'rsataman. Umuman bilasizlarmi, morozilkaga qo'ymasdan shunday svejiy qilib, shunday cho'rkadan chiqaramiz, zo'r chiqadi. Chunki teksturali juda ham to'g'ri olingan. Mana pisochnisini ko'ryapsizlarmi? Taraqlab, unaqa qattiq bo'lib yotmaydi nejnayimizchi. Mana прямный bo'ladi pisochni testasi ham. Morozilkaga qo'ymasdan shunday xamirni qorib cho'rkadan chiqaramiz. O'quvchilarim ham hayron qolishadi har doim. Eng to'g'ri texnika manda deb ayta olaman. Xudo xolasa buni birinchi kursda o'rgataman. Birinchi kursga qabullab, bugun yoki ertaga ochaman. Ikkinchi kursimizga уже joyli to'l bo'ldi. Qaranglar mana o'rtoqlar, shunaqa cho'tga chiqadi. To'g'ri proporsiyalarda, to'g'ri texnikada qilsanglar, har doim hamma narsangiz zo'r chiqadi.